Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun sizlar bilan 25 ming sarflab naqd 60 mingga sotsa bo'ladigan, biznes qilsa, uyda o'tirib biznes qilsa bo'ladigan pirog tayyorlash sirlarini o'rgataman. Pirogimiz uchun ikkita tuxumni chaqib olamiz. 2 piyola shakar solamiz. Silliq holatda mana shunaqa ko'k paxtagulli piyolada bo'ladi. Ikkalasi masalliqda aralashtirib shakar eriguncha ko'pirtirib olamiz. 3,5 piyola sut solamiz. Sutni ham mikser yordamida aralashtirib olib, o'simlik yog'ini solamiz. O'simlik yog'imiz 1 piyola to'la emas, 1 piyolaga yaqinroq bo'lishi kerak. Razilxitil to'ldirib solamiz. Agar kilolik razilxitil ishlatdim, hidsiz razilxitil bo'lsa, qancha ko'p solsangiz ham hech narsa qilmaydi. 4,5-5 piyola un solamiz. Un elangan holatda bo'lishi kerak. Masalliqni mikser bilan ko'targanimizda massa ustida iz qoldirish kerak. Patnisimizni yog'lab olamiz va masalliqdan ozroq qism olib, kakao solib, mana shunaqa shakl berib olishimiz mumkin. Endi esa oldindan qizilgan duxovkamizni 150 gradusda yarim soat 40 minutda pishirib olamiz. Mana pirogimiz shunaqa baland holatda bo'ladi. Pirogimizni kesib olib, shunaqa idishdan 4 tasiga joylaymiz. Har birini 15 mingdan solsak 60 ming pul bo'ladi. Strechlaymiz yoki mana shunaqa usti yopiladigan idishga solsangiz ham bo'ladi.